Bugun 2025-yil 4-dekabr Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi umumta'lim maktablarida Ma'rifat ulashib loyihasi doirasida adiblar bilan uchrashuv o'tkazildi. Loyiha yoshlarni kitob o'qishga jalb etish va ularning badiiy savodxonligini oshirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Tadbir boshida o'quvchilar dutor sadolari ostida mehmonlarni tantanali ruhda kutib olib, uchrashuvga iliq kayfiyat bag'ishladilar. Tadbir davomida o'quvchilar she'rlarni ifodali o'qib, sahna madaniyatini namoyon etdilar. Ufq romanidan sahna ko'rinishlari ijro etilib, o'quvchilarning badiiy tafakkuri, sahnaviy qobiliyatlari va ijrochilik iste'dodi yorqin namoyon bo'ldi. Qizlar tomonidan ijro etilgan milliy raqslar esa tadbirga o'ziga xos shukuh va ko'tarinki ruh bag'ishladi. Adiblar yoshlar bilan samimiy suhbat qurib, kitobxonlikning hayotdagi ahamiyati, adabiyot inson ma'naviy olamini boyitishi, iqtidorni shakllantirishdagi o'rniga alohida to'xtaldilar. Ular yoshlarning kitob orqali yuksalishi, dunyoqarashi kengayishi va bu uchun muntazam o'qish zarurligini ta'kidladilar. Prezidentimizning tashabbusi bilan shu maktabimizgacha yetib keldi. Albatta bundan bizlar xursandmiz. Sizlarni bizlarga kelgan tashrifinglardan o'quvchilarimizda juda ham katta motivatsiya oldik. She'riyatga bo'lgan yoshlarimizni ruhiyat yanada ko'tarildi. Maktabimiz har doim yuqorida kelgan, nomi bilan birinchi maktab, birinchilikda hech qachon tumanda bermaslikka harakat qilamiz. Iqtidorli, iste'dodli, bilimli o'quvchilarimiz ko'p. Biz ulardan bundanda yuqori natijalarni kutib qolamiz. Adabiy kecha o'quvchilar uchun nafaqat ko'tarinki kayfiyat, balki o'z qobiliyatlarini namoyon qilish imkoniyatini ham yaratdi. Ular o'zidagi iste'dod, sahna mahorati va san'atga bo'lgan qiziqishni adiblar oldida ochib berishdi. Tadbir so'ngida adiblar o'quvchilarga turli badiiy asarlar va kitoblar sovg'a qilib, ularni kitob bilan do'st bo'lishga chaqirdilar. Uchrashuv samimiy, mazmunli tarzda yakunlandi. O'quvchilarda adabiyotga bo'lgan muhabbatni yanada orttirdi.